Assalamualaikum tordaşlar. Yaxşımısınlar, yaxşı turdunlarmı? Yakından beri meningden şu Türkiye'de mo xeylicik qeyrindaşlarım bultur Ramazan vaqtda şundaqcık mındaq zakatlar, yardımlar bulungan, siz moş işqa aralashqan baş bulup şununğa igi chiqqandingiz, yordam qilib yordam qo'lini sunğandingiz deb behchiqlar ovoz qoldiribdi. Ondan keyin menga bir qeyrindoshimiz, bir singlimiz yana ovoz qoldiribdi. Shuni anglag'ach, andan keyin men javob beray. Assalomu alaykum Zumrad dada, qanday ahvolingiz yaxshimi? Zumrad dada kelar oydan boshlab 2021 yilda ro'z Ramazon kirib qoldi. Ham zakat beradigan yaxshi ishlarimiz bor. Biz kimlarga zakat berishimiz kerak? Siz kimga berishni o'ylashyapsiz? Shu yerda yaxshi takliflar bo'lsa sizni olay degandim. Rahmat sizga. Mushu singlimiz menga ovoz qoldiribdi. Ondan keyin Turkiyadan jiq menga ovoz qoldiribdi. Shuningga men bir haftadak bo'ldi. Bir haftaning oldida men bizning Mishardagi islom jamiyatininkiga bir savol yozib qo'ygandim. Bir o'zbek imom bor. Shu kishiga men so'z qoldirib qo'ygandim. Bizning Mishdagi o'lim yetim u bularga mas'ul, men tabalik yerdagi. O kişiden mundaq cevap aldım. Sualım mundaqdı. Men Uyghur, mening ziminim işgaliyatda, ro'z Ramazan bizning vatanimizda cheklangan, masjidlar kirishmi cheklangan. Men ro'zimni tutaman, namozimni o'qiyman, lekin mush zakatni bizning hozir mushu jinoiy ishlar sotiga, xalqaro jinoiy ishlar sotiga chiqmoqchi bo'lyotidi. Xitoyni shuning arz qilish, Xitoy amaldorlarini jinoiy ishlar sotiga berish ishi bo'layotgandi. Shuning uchun men shu pulni shu yerga bersam, shu zakat o'rnida bo'lamdi, durust bo'lamdi deb savol qo'ygandim. Qo'ysam bo'ladi. O degan yaxshi amal. Her qandaq bir millatning o'zininki shu ishg'oliyatni mayaq qo'yib qo'yib bir diniy qeyrindoshingga yordam berish seninki insoniy burching, diniy burching, mas'uliyating deb turib javob oldim. Shuning uchun men o'zimninki bermoqchi bo'lgan zakatni, oila bo'yicha zakatni Muşu xalqaro jinoiy ishlar sotiga milliy uyg'unish harakati chiqmoqchi bo'lgan, surgun dokument bermoqchi bo'lgan xalqaro jinoiy ishlar sotinikiga atayman. Mening javobim shu. Mendan pul olaman yoki mundaq qilman deb o'ylamanglar. Men her zaman özümden apamla göz aldım kilidi. Özümden qeyrindaşlarım göz aldım kilidi. Aşı torda talay aşı mescitlerde Kur'an köydürülgen mescitlerde yalanaş yürüy deylik Xitaylar səkrəb Kur'anlarının ətrafında talay yerlerde Kur'an köydürülgen yoki mundaqlarga olmayıp bosum qarayalaydı. Biz olmayıp bosum qaralaymiz. Meyli qandaq cəhətdən bolsun bizge çəklimi yok. Mescitke kiriş çəklimiz yok. Meyli qayədi mescid namaz oquyma desek dağdam ucuq. Bana Uyghur mescidi yani bir degen bilen çatığım yok. Men çokum ziminimge ait azraq olsun yardım kılalısam dep şunu talladım. Şunun için bana mundaq mı kımala sorap menden yardım bolsun mu şundaq kılı bulamı aşın alaylı manımang bizge berin desiniz yok. Hiç qandaq adam Türkiye'ge iki kolunu mundaq tutup çıkmagan. Hergiz kalendarchilikdan nimqig'il bo'lmaydi, qutquzg'il bo'lmaydi. Turkiya falan yil tirishchanlik ko'rsatdim. Nachar ishlarga radiya qaytarma, nachar ishlarga yordamda bo'laman. Andan keyin kasallarga, alayli kasallarga, uningga yordamda bo'laman. O'quvchilarning ishiga yordamda bo'lyapmiz. Lekin zakatni men ashuningga berman. Mush xalqaro jinoiy ishlarga açıqımız, Xitay əməldarlarını deyən,
şu işe avaz koşumen, davamlıq avaz koşumen. Çünkü bütün dünyada erki kırgınçılık uçravatıdı Uygur degen bir ekim boyunca menvatıdı. Amerika çıkadı, Kanada egeçti, Gollandiya egeçti. Erki kırgınçılık uçravatıdı Uygur devatıdı. Parlamentlerden ötküzüvatıdı. Biz yani chet elden namazı qayle. Onda qildi degenge men avaz qo'shamayman. Mening qarindoshlarım bor. Vatanda agarda qazingiz bo'lsa, qayta olaysiz. Birasiga qazingiz bo'lsa, vatanning sirtida pulni tepib, ashuni qaytarib olsangizmi, u yerda yuzingiz yo'q qaytasiz. Lekin xoinlar qaytarmaydi. Qo'ng'ida 5 chorak bo'q. U dunyoga ishonishing natayin, lekin u dunyo seni saqlayotidi. Vatanning sirti qanday ishlayotidi, sizlar o'ylab beqinglar. Turkiyadami vangi keladi. Ashuningga qanday bir to'xtamlarga Uyg'ur kerak bo'lib qoldi. Jiroq olmalı kelgüsür ko'ramiz. Qo'yning, eg'ining ashada yetib eling, oxirini ko'ramiz. Lekin men zakatga doir narsalarga javobimni berib bo'ldim. Men shu Salih Xudoyarning bu milliy uyg'onishnikini qo'llagan, shu jinoiy ishlar sotiga qo'limdan kelishicha o'zimnikini beraman. Ham shu zakatni shu tarafga beraman. Tirishqinimizcha çoqum bir bütün bunda 66 qılanmasaqmı, ko'nglimizdikini beralisak, Xudomu meningcha o'ng ko'z bilan qaraydi deb bilman. Bu mening javobim, meni o'shiq avar qilmasliklarini umid qilaman. Rahmat sizlarga.